Audiometriya bu nima va u qanday jarayonlardan iborat? Hozir qisqacha tushuntirib beraman. Tekshiruv jarayoni birinchi bo'lib temperometriya orqali tekshiriladi. Keyin audiometriya. Temperometriya orqali biz parda butunligi yoki uni orqasida suyuqlik borligi. Bu audiometriya qurilmasi yordamida biz eshitish daraja va ichki quloq nerv holatini aniqlaymiz. Audiometriya jarayoni shu maxsus kabinka ichida bo'lib o'tadi. Ushbu kabinkamizda maxsus quloqchinlar bor. Buni bemorimiz taqib oladilar. Keyin har bitta yuborilgan signalga tovushga javob berish kerak bo'ladi. Uni knopka bosib javob beriladi. Tovushlarni biz boshida baland berib, keyin sekin-sekin pasaytiriladi. Har bitta eshitilganda bosiladi. Past va uzoqdan eshitilsa ham bu hisoblanadi, eshitilganga bosiladi. Umuman eshitilmaganda bosilmaydi. Audiometriya tekshiruvida suyak orqali eshitish ham tekshiriladi. Bunga sabab ichki quloq nerv holatini bilish uchun. Tekshiruv jarayonida bemor o'zini noqulay his qilsa, ushbu knopka orqali xabar beradi va mutaxassis jarayonni to'xtatadi.